opa-singillar, mana bugun barchalaringizga ma'lum fazilatli muborak ulug' ayyom ro'za Ramazon oylarini qariyb 15 bo'lsa fazilatli muborak kunlarda bugun tumanimiz rahbarlari tomonidan bir chiroyli iftorliklar uyushtirilib, hammalaringizga ma'lum barchamizni xonadonlar yaxshi amallarni mana shu Ramazon oyida ko'proq qilishligimizni bizni ota-bobolarimizdan qilib kelgan islomda, dinda, shariatimizda ham bor muhtaramizdir. Bugun bu yerda yig'ilib tumanimizni bir chiroyli koshonasida bir Qur'oni Karimdan tilovat qilib, o'tganlarimizni sha'niga bir duo qilsak, bugungi iftorliklar savoblaridan barcha yordamchilarimiz duoga qo'l ochib duo qilsak, inshaalloh barchalaringizga ma'lum mana Alloh taoloning marhamati yog'ib turibdi. Dehqonchiliklarimizga, chorvachilarimizga Alloh baraka bersin. Yo'qroq shu uchun hammamiz qazo qilib borib o'qib olsak imkoniyat bo'ladi. Hozir bir o'tganlarni ruh poklariga Qur'oni Karimdan tilovat qilamiz. Keyin 6dan 34 ta o'tganda vaqt bo'ladi og'iz ochishga. Og'izni ochishib bemalol choydan tamoshga tursangiz bo'ladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا